Do'stlar, navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Fermamizga zaborlar qilib berdik. Biz endi tushunishinglar uchun bunaqasiga 75 metr akalar, nihoyatda katta obyektimiz. Katta vanna reflonkamizdan qilib berganmiz. Ikkinchi sort tunikamiz, holatini ko'ryapsizlar. Mana manzarani qaranglar. Voy dod. Bu tuniki ikkinchi sortmi yoki birinchi sortmi deyotgan akalarimiz 45 qalinlikda tunikamizni 2,5 metrdan 90 ming so'mdan qilib berdik akalar. Hozirgi kunda necha puldan sotishyapti? O'zingizlarning fikringlarni qoldiringlarchi. Bu maydonimiz endi 75 bo'lgandan keyin bu yog'i necha ekan? Bu yog'i 120 metr akalar, 120. Hammamiz shunaqangi bog'lar, fermalar qilish nasib qilsa bo'lar. Kattaligini qaranglar. Ochakamiz bu yerga teplitsa qilgan ekan, qo'yxona, molxona, bu yerda ajoyib itlar, hayvonlar hamma yo'q bor ekan. Havas qildim ko'rib. Agar siz ham shu videoni ko'rib havas qilayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying jigar. Endi shunaqangi 2 qator, 3 qator reka tortib turib, zaborni qilib qo'yasizlar, xudo xolasa zabardast bo'ladi. Shamol bo'ladigan bo'lsa ham uchib ketmaydi. Xudo xolasa baquvvatidan bo'ladi. Tushunishinglar uchun bunaqasiga ham tunikalarni qilib berganmiz. 75 metrga 125 metr. Necha dona ketgan ustakalar? Izohlarda bir fikrlar qoldiringlarchi. To'g'ri topgan akamizga 50 ming so'm payneti ham bor qilib beramiz ustakalar. Kimga shunaqangi optim narxda tunika mahsulotlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'ylanmasdan profilga murojaat qilaverasizlar. Ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ustalarimiz ham bor, konteyner mahsulotlarimiz ham bor, tunika mahsulotlarimiz ham bor. Qatiradigan mahsulotlarimiz ham hammasi o'zimizda bo'ladi. Siz hech narsani bosh qotirmaysiz, faqat pulni sanasangiz bo'ldi. Ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.